o'yinda, bu o'yinda mana men in qurib kelganman, in tayyorlab kelganman. Buning ichida turli fanlarga oid bo'lgan savollarimiz bor. Savollarga javob berasiz. Kelib yopishtiradi. Turadi bu. Mana kelib yopishtiradi. Tushundingizmi? Hop, qo'lingizni tushirib turing. Qo'lingizni tushiring. Hop, birinchi savol. Birinchi gapni o'qiyman, qarang. Kim nima savolga javob bo'lgan so'zlarni aniqlashingiz kerak bo'ladi. Sanoq ilmiga bo'lgan ehtiyoj matematikaning paydo bo'lishiga olib kelgan. Nima? So'rab bering. Nima? Matematika nima? Ilmiga sanoq. Nima sanoq? Yaxlit nima so'rovga javob bo'lgan so'zlarning o'zini toping. Nima? Sanoq. Hop. Qadimgi odamlar nechta qo'y yoki echkilari borligini qishlash uchun qancha miqdorda bug'doy g'amlab qo'yilganini bilishlari uchun ularga hisob zarur edi. To'g'ri aytyapsiz. Odamlar, lekin odamlar so'zi qanaqa so'rashga javob? Kimlar? Bizga qanaqa so'roq kerak hozir? Kim yoki nima? E'tibor yo'q, kimlar emas. Kim yoki nima? Demak, bizga kompleksda o'rganadigan ma'lumotni keyin sotib. Nima? Qo'y, to'g'ri. Yana nima? Echki. Echkilarini qarang, echkilarini. Nimalari? Nima? Qo'y, nima? Bug'doy bor. Nega bo'lmaydi? Rahmat ustoz. Ana sizga yordam berdi ustoz. Bug'doy so'rab bering. Nima? Bug'doy. Hop, binolar qurila boshlaganida esa matematikaga ehtiyoj yanada ortdi. Nima ortdi? Ehtiyoj. Nimaga ehtiyoj ortdi deyapman. Nima ortdi? Ehtiyoj. Demak, ehtiyoj degani bu qiziqish degani. Matematikaga bo'lgan qiziqish, talab degani. Xo'p, yordam 3-mashq.